Chia urug'i. Azizlarim, bugun men chia urug'i oldim. Bu chia oqsil, mineral, vitaminlarga boy. Shuning uchun chiyani har zamon olib ichsangiz organizmga foydasi juda ham ko'p. Men mana shu bitta qoshiqcha oldimda, mana shu qoshiqchada bir qoshiqcha soldim. Yarim bakal suvga tayyorladim buni. Agar bir bakal suvga tayyorlasangiz, katta qoshiqda bir qoshiq solsangiz bo'laveradi. Buni hech qanaqa ziyon tomoni yo'q, chunki tabiiy mahsulot. Nima oti, agar siz semirmoqchi bo'lsangiz, semirmoqchi bo'lganlar uchun ovqatdan keyin chiyani ichsangiz, u semirtiradi. Ovqatdan oldin ichsangiz agar, u ozdiradi. Bir bakal suvga chiyani urug'ini tayyorlab ichib, kun bo'yi bir bakal qatiq ichib, kun bo'yi hech narsa yemay yursangiz ham bo'laveradi, chunki bu qorinni juda ham to'q tutadi. Suvga tushgandan keyin shishadi chiya. O'shani hisobiga qorinni to'q tutadi. Diyetadagi qizlar uchun bu juda ham qo'l keladi. Juda ham tez ozdiradi. Mana chiyam tayyor bo'ldi. Ana shuni shunday tayyorlaysiz, ichasiz. Xohlasangiz issiq suvga, xohlasangiz sovuq suvga, xohlasangiz qattiqqa tayyorlasangiz bo'laveradi. Uni umuman ham farqi yo'q. Bugungi ma'lumotlarim mana shulardan iborat. Menga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonatsizlar. Qizlarga go'zal qomat, yigitlar cho'ntagiga daromad.